Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda kanalimiz a'zolari. Mana hamma Zumilon traktorlarini biladi. Zumilon traktorini ishqibozlari uchun Zumilonni pnevmatik selkalarini ham olib kelib qo'ydik. Xudo xolasa kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Hamma tomoni seplisi bu. Buni ikki xil turi bo'ladi. Kardonlisi, seplisi, bular sepli varianti. Turishlari, ko'rinishlari turetskiy selka bilan deyarli bir xil, prinsipalni bir xil. Lekin men bu ehtiyot qismlari jihatdan ba'zi joylar farq qiladi. Oldida udobreniya disklari bor mana. Bunkerlari metallический po'latdan yasalgan bunker. Men bu yerda ko'rish uchun glazoklar qo'yib qo'yibdi ikkita tomonga. Udobreniyani rasxodini men bu yerga ko'rsatib qo'ygan jadval ko'rinishda. Bundan tashqari udobreniyani mana dozatorlari ham o'zgacha uslubda qilingan. To'kib olish uchun joyi ham bor. Ortiqcha udobreniyani mana bu yerdan to'kib olsangiz bo'ladi bemalol. Bundan tashqari rasxodlari mana bu yerdan rostlanadi. Juda ham mo'shniy qilib ishlangan. Mana burashingiz bilan jadvalga qarab turib rostlasangiz bo'ladi. Baklariga 160-170 kilodan 340 kilo, 320 kilo udobreniya ketadi. Har bitta urug' bunkeriga esa 40 kilodan urug' ham ketadi. Undan tashqari disklari ham o'ta noyob usulda qilingan mana. Disk bitta chuqurlikda rostlovchi disklari ikki xil ko'rinishda qilingan mana. Ko'rishingiz mumkin. Tashqi tomonda, ichki tomondagi salkini kichikroq varianti, tashqi tomonda kattaroq varianti. Orqa tomondagisi esa Turkiyanikiga o'xshab ketadi. Qalinroq. Har bitta disklar uchun ham, ekish diski uchun ham va bu yerda rostlagan joyi bor. Chuqurligini rostlash xuddi Turkiyanikiga o'xshab mana bu joydan amalga oshiriladi. Orqa tomoni. Bu yerda oyoq qo'yib chiqish uchun noshkalari bor. Mana endi 60 dan 90 gacha rostlash mumkin. Hozirgi holatda 90 da turibdi. Kompyuterlari bor mana. Kompyuterlar. Markorlari bor. Ikkita tomonda ham markori bor mana. Markorlarni ko'rsatib qo'yibdi. Selkamizga qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Kelishtirilgan narxda chiroyli qilib beramiz, xudo xolasa.